Uzun CSS dersidagi 43-chi qism CSS turga ayirish. Bu darsligimizda asosliq tuvandagi 6 ta amaliy misolni ko'rib o'tamiz. Birinchisi float xarakterining oddiy qo'llanilishi. Buni qaraydigan bo'lsak, bu amaliy misolda mana bu tekst qismi mana sol taraf bilan osti qismida mana rasm bo'lsa, o'ng taraf o'ng burchikiga mana shu to'g'rilanib turib ko'ringan. Buningki asli kodi qaraydigan bo'lsak, bu yerda rasm bilan tekis bir abzas ichiga yozilgan rasmninki float qiymati o'ngga to'g'rilansin deb berilgan. Ikkinchi misol ramkaga ilingan mavzusi bor rasmning o'ng tarafga layilishi. Masalan, ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, mana bu ramkaga ilingan holatdagi rasm, ostida rasmninki mavzusi bor. Anaki ma tekis, yana buningki ma bosh qismlari tekis to'lgan holatda ma rasm bilan ramka bo'lsa, o'ng burjakka işte to'g'rilangan holatda ko'ringan. Buningki asli kodi qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'ng tarafga to'g'rilan, buning kengligi 120 piksel. Andan keyin ma margin qiymati, padding qiymati, buningki ma ramkasi, andan keyin to'g'rilanish avvali ma tekstning to'g'rilanish avvali o'tirg'a deb bu mavzuninki to'g'rilanishi va rasmning to'g'rilanishi o'tirg'a bo'lgan. Buningda o'xshashlar bu rasmni div orqali aniqlanmagan, undan keyin ostiga mavzu kelgan, buningki unumi holatda ko'ringan. Uchinchi cho'ngaytirilgan tunji harfning sol tarafga layilishi. Bu misol qaraydigan bo'lsak, masalan, ma'qul unumga erishmoqchi bo'lsak, bu birinchi harfi cho'ngaytildi. Ham shundaqla qolgan tekst qismi to'g'rilangan holatda chiqyapti. Bu sol tarafga layilgan holatda bu cho'ng bir o'rin egallab turib, mana holatda ko'rindi. Buningki unumiga erishish uchun buni solga to'g'rilab turib, buningki kenglik qiymatini belgilab, xat cho'ngligini 400% holatda aslikini 4 tas cho'ngaytib, xatninki nomini Algerian Courier qilib ikki xat nusxasi berib, xatninki egizligini o'sha harf o'rni egizligini 80% qilib maqolatda yozgan vaqtda buni span orqali aniqlanmagan. Span deb tunji harfni span kelib unda yozgan, buningki unumi mushkulalatda ko'ringan. Anken 4-chi gorizontal tur tizimlik qurish. Buningki unumi masalan maqolatdagi tizimni qurishdan iborat. Buni ustiga kelgan vaqtimizda buningki rangi o'zgaraydi, tag rangi. Buningki kodi masalan URL bilan ulanish ikkisiniki xil xarakter qiymatlarga asosan buningga aniqlanmagan. 5-chi oddiy bashbat qurish. Endi bu oddiy holatga bir bashbatni ko'rgan bo'lsak, masalan buningki ustidagi mazmun qismi, ostidagi nashr o'quv uchuri, andan keyin sol tarafda buningki bir aqliy so'z berilgan, o'ng tarafda buningki mavzusi, asos mazmun. Bu eng oddiy bo'lgan bir bashbat sistemasiningki kodi hisoblandi. Buningki masalan konteyner degan mazmun qismi, header bosh qismi, footer degan ostidagi put qismi degandek mushkul holatda buni aniqlab berib, bashbatni laylagan. Andan keyin mouse tirlikisini o'zgartirish. Masalan, mouse tirlikisini bu yerdagi har qaysi mouse tirlikisiningki nomininki xitva ustiga kelsak, masalan, manada maqolatdagi stirlik ko'ringan bo'lsa, mana o'xshamagan holatdagi har bir xatning ustiga kelgan vaqtda o'xshamagan holatdagi mouse tirlikisiningki belgilar ko'rindi. Buningki kodni qaraydigan bo'lsak, mouse'ninki style, bu kursorga qiymat berish orqali o'xshamagan qiymat orqali mouse tirlikisiningki o'xshamagan qiymat unumlarga erishdik.